Yusha ibn Nundan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik Davud alayhisolamning qo'lida jamlandi. Yusha alayhisalom ham podshoh edi, ham payg'ambar edi. Keyinchalik uni Banu Isroil bo'lishib olgan edi. Lavi ibn Yaqubning bolalarida payg'ambarlik, Yahuda ibn Yaqubning bolalarida podshohlik bo'lib bo'linib qolgan edi. 460 yildan beri jamlanmayotgan podshohlik va payg'ambarlik bitta kishining qo'lida Alloh taolo jamlab berdi. Davud ibn Aysha, Yahuda ibn Yaqub alayhissalom. Muorif aytadi, Davud alayhissalom pastay bo'ylik, ko'zlari ko'k, sochlari siyrak, qalbi toza edi. Qarang, bu o'zi amaliy katta edi. Bu Banu Isroil kichkina edi jussasi. Yana bu ularning ichidagi yana ham kichkinaroq edi. Demak, jussani kattaligi, tayyorgarligi, qattiqligi bilan emas, Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi g'alaba. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur deb nomlanuvchi sahifalarni nozil qildi.